Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsız qıtanlar ekranımız olsun. Uyghur siyaseti kanuni Amerika Avam Palatası'da ma'qullandı. Amerika hükümetinin Şarkı Türkistan'daki Uygurlar ve başka Türkiye milletlerinin Xitay tarafından bastırılışıga karşı stratejilerini küçeytiş maksat kılınan Uyghur siyaseti kanuni 2. sentabr Amerika Avam Palatası'da ma'qullandı. Uyghur siyaseti kanuni 2025 HR 2635 deb atalgan mazkur kanun layihasini Avam Palata a'zolaridan Yong Kim, Ami Bera ve Gregory Miss qatorliqlar sungan. Qanun layihasining asosliq tayyorlovchisi bo'lgan Avam Palatasi a'zosi Palataning Sharq Osiyo va Tinch okean rayoniga mas'ul Tashqi ishlar tarmoq komitetining raisi Yong Kim bu vaqtda to'xtalib, uzundan buyon Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur xalqini majburiy tug'mas qilish, qul qilish va sistemalik o'ldirishni tashkillab keldi. Begunoh oilalar parchalangan, kimliklar o'chirilgan, bu vahshiy irqiy qirg'inchilik harakatlari sababli avlodlarning ovozi o'chirilgan bir vaziyatda Amerika buningga qarab o'ltirolmaydi deb ta'kidlagan. Uyg'ur siyosati qonunining oldingi bo'ligida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati tunishtirilgan bo'lib, Xitoyning 2014-yildan tortib Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya millatlariga bostirish siyosati ijro qilganligi, keng ko'lamli jazo lagerlari ta'sis qilib, qamalganlarni vahshiylarcha qiyin qistoqqa olganligi, chet eldagi Uyg'urlar va faoliyatchilarga chegara halqagan bostirish, tahdid selish, parokanda qilishni davomlashtirganligi qayd qilingan. Mazkur qonunda Amerika Tashqi ishlar ministrligining tirishchanlik ko'rsatib, Uyg'urlarning milliy, diniy, madaniyat va til yoziq kimligini qo'g'daydigan inson haqlariga aloqador siyosat va programmalarni oldin o'ylashi, parlament bilan Uyg'urlarga munosabatlik siyosatlarni muzokara qilishi, aloqador federativ organlar bilan moslashib, Uyg'ur huquqiy tashabbuschilariga yordam berishi, Amerikada panohlik tilagan Uyg'urlarning chegara halqagan bostirishdan saqlanishiga kafolatlik qilishi, Xitoyning inson haqlari dafsandachiligi haqidagi dokumentlarni qarinlik sunib turishi kerakligi haqida ko'plagan moddalar qayd qilingan. Qonunda yana Uyg'ur inson haqlari faoliyatchilarining islom dunyosiga qaratgan ommaviy diplomatiya faoliyatlarini fond bilan ta'minlash, o'xshash fikrdagi sherik davlatlar bilan birlikda Xitoy rejimiga besim ishiltish qatorliqlari ta'kidlangan. Shuning bilan birga Xitoy rejimidan Sharq Turkistonda diniy, milliy kimligi, tili, siyosiy qarshi sababli tutqun qilingan, turmaga qamalganlarni darhol qo'yib berish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq har qaysi millatlarning turli insoniy huquqlariga kafolatlik qilish talab qilingan. Ikki partiyaning kuchli qo'llashi bilan Avam Palatasida ma'qullangan Uyg'ur siyosati qonuni 2025 navbatda Kengash palatasining qarab chiqishiga sunilgan. Xi Jinping bilan Putinning oshkoralanib ketgan suhbati kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoyning Uyg'urlarni asosliq nishon qilgan ichki a'zo yig'ilish jinoyati izchil tanqid qilinib kelgan bir vaziyatda, bu hafta o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inidan keyin o'rinlashtirilgan Xitoyning harbiy paradi jarayonida Putin bilan Xi Jinping o'rtasidagi ichki a'zo ko'chirishga aloqador dialog ovozli tariqada tarqalib, xalqaro taratqularning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini uchun kelgan davlatlarning ko'pinchisi 3-sentabr o'tkazilgan Xitoyning harbiy paradini ko'rishga qatnashgan bo'lib, buning ichida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un alohida mehmon sifatida safning oldida mangan. Bu jarayonda Putin bilan Xi Jinping o'rtasida tarjimon orqali davomlashgan qisqa dialog taratqular tarafidan ovozli tarqalib ketgan bo'lib, ikkisi uzun umr ko'rish haqida paranglashgan. Tarjimon Putinning so'zlarini Xitoychaga tarjima qilib, biologiya texnikasi uzluksiz taraqqiy qilyotidi. Ichki a'zolarni to'xtamay ko'chirgili bo'ladi. Yashagan sari yashirib ketasiz. Hatto o'lmay yashashingiz mumkin degan. Orqadan Xi Jinping mo'lcherga asoslanganda insonlar bu asrda 150 yoshgacha umr ko'rishi mumkin ekan degan. Ömrünün oxirigacha taxtda o'ltirishni planlagan ikki cho'ng mustabidning texmi uzun umr ko'rish, o'lmaslik haqida paranglashishi taratqularning alohida diqqatini qo'zg'agandan sirt,
Xitoyning asosliq ziyonkashlik obyekti Uyg'urlar bo'lgan ichki a'zo yig'ib olish jinoyatimi tabiiyli ularning qisqa dialogiga bog'landi. Xitoy rejimining ichki a'zo yig'ib olish jinoyatida Uyg'urlar Falun Gong muridlari uzun yillardan buyon ziyonkashlikka uchrab kelgan bo'lib, Sharq Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik boshlangandan buyon Uyg'urlar Xitoyning asosliq ichki a'zo ombiriga aylangan. Mutaxassislarmo jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning qon suydiklarining va boshqa a'zolarining ko'p qatim sistemalik tekshirilishining amaliyotda ichki a'zolarining iqtidorini baholash ekanligini ta'kidlagan. Yaqinda Xitoyning 2030-yilgacha Sharq Turkistonda a'zo ko'chirish markazidan yana 6ni qurishni planlaganligi oshkorlangan bo'lib, Sharq Turkistonda a'zo ko'chirish markazini qisqa vaqt ichida hassalab ko'paytirishdan iborat bu plan kuchlik diqqat qo'zg'agan edi. Trump Rossiya Ukraina tinchlik tashabbusining qiyinchiliklarga qaramay yanada davomlashayotganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy o'rtasida yuzturani suhbat o'tkazilish ehtimolligiga doir kuchayayotgan aniqsizlikka qaramay, Rossiya bilan Ukraina o'rtasida tinchlik kelishimi hosil qilish va'dasini davomlashtiradiganligini aytdi. Trump chorshanba kuni CBS xabar kanali bilan o'tkazgan telefon suhbatida "Men bu vaziyatni ko'ryapman va prezident Putin hamda prezident Zelenskiy bilan bu haqda so'zlashyapman" deganlarni eskartib, "Ba'zi ishlar yuz beradi, ammo ular texi tayyor emas. Biz bu ishni hal qilamiz" degan. Trump chorshanba kunidagi bayonotida avgustda Alyaskada Putin bilan o'tkazgan yuqori darajaliklar uchrashishida ilgirlash bo'lmagandan keyin yaqin kelgusida Ukrainadagi urush haqida suhbat o'tkazishni planlayotganligini aytgan. Oqsaroyning bir amaldori Trumpning payshanba kuni Zelenskiy bilan telefonda so'zlashishi mumkinligini bildirgan. Trump bayonotida Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi vayronchilikdan rozi emasligini, ammo tinchlik kelishimi uchun tirishchanliklarni davomlashtiradiganligini aytgan. Putin chorshanba kuni Ukraina prezidenti Moskvaga kelgan taqdirda Zelenskiy bilan ko'rishishga tayyor ekanligini, ammo bundaq bir uchrashishning yaxshi tayyorlanishi va konkret natijalarga elib berishi kerakligini aytgan. Ukraina tashqi ishlar ministri bundaq bir uchrashish uchun Moskvaning o'rin sifatida taklif qilinishini rad qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.